Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun o'simliklardagi gametogenez jarayoni haqida gaplashamiz. Xo'p, o'simliklarda gametogenez jarayoni o'zi nima? Gametogenez nima degan savol qo'yamiz o'rtaga va birinchi gametogenezga ta'rif beramiz. Gametogenez, gameta ya'ni jinsiy hujayra, genezis rivojlanish. Demak, gametogenez jinsiy hujayralarni rivojlanish. Demak, gametogenez jinsiy hujayralarning rivojlanishi hisoblanadi. Xo'p, biz bilamiz, jinsiy hujayralar ikki xil bo'ladi. Erkakli jinsiy hujayrasi urug' hujayralar, ya'ni bu urug' hujayralar o'simliklarda spermiy deb ataladi. Urg'ochili jinsiy hujayralari tuxum hujayralar. Demak, shu urug' va tuxum hujayrasining rivojlanishini o'simliklarda qanday jarayonlarda amalga oshishini ko'rib o'tamiz. Demak, gametogenez ikki xil bo'ladi. Urug' hujayrani, ya'ni spermiyning rivojlanishi va tuxum hujayrasining rivojlanishi. Buni hayvonlarda nomlanadi spermatogenez va tuxum hujayrasining rivojlanishi esa ovogenez deb ataladi. Endi o'simliklarda ham shu iboralarni qo'llasak bo'laveradi, menimcha. Xo'p, urug' hujayrasining rivojlanishi, ya'ni spermatogenez haqida gaplashamiz birinchi bo'lib sizlar bilan. Uning uchun yangi doska ochib olaylik. Spermatogenez. Demak, dastlab birlamchi hujayra bo'ladi. Ya'ni bu birlamchi jinsiy hujayra. Xo'p, birlamchi jinsiy hujayra qayerda bo'ladi desa, o'simlikda deylik, mana bu changdonlari ichida hali yetilmagan birlamchi jinsiy hujayralar bo'ladi. Bu hujayralarning nomi mikrosporasit, ya'ni mikrosporasit. Bu mikrosporasit to'plam jihatdan diploid bo'ladi, ya'ni 2n to'plamda. Qaytaraman. Demak, mikrosporasit birlamchi jinsiy hujayra hisoblanib, to'plam jihatdan n to'plamli bo'ladi. Bu degani diploid to'plam. Xo'p, bu mikrosporasit o'zidan birinchi bo'linishni o'tkazadi. Bu bo'linishning nomi meyoz bo'linish. Demak, mikrosporasit o'zidan meyoz bo'linishni o'tkazyapti. Xo'p, meyoz bo'linishini o'tkazgandan keyin bizda bilamiz, meyozning oxirida 4 ta hujayra hosil bo'lishini. Demak, meyoz oxirida 4 ta hujayra hosil bo'lyapti. Bu hujayralar bir xil kattalikdagi 4 ta hujayralar. To'rtta bir xil kattalikdagi hujayralar hosil bo'ldi. Mana bu yadro deyiladi. Xo'p, bu hujayralar meyoz usulida hosil bo'lib
Bularning nomi nima desa, bularning nomi mikrosporalar deb ataladi. Demak, mikrosporosit meyoz usulida bo'linishidan mikrospora hosil bo'ladi. Demak, men bu yerga yozaman endi. Birinchi holat nima desa, mikrosporasitning masitning bo'linishi. Demak, mikrosporasitning bo'linishi qaysi jarayonga, ya'ni qaysi bo'linishda bo'ladi desa, demak bu meyoz. Endi ikkinchi holatni yozaman. Mikrosporaning, sporaning hosil bo'lishi. Demak, mikrosporaning hosil bo'lishi qaysi bo'linishda hosil bo'ladi desa, demak meyoz bo'ladi. Bu ham meyoz. Endi keyingi jarayon. Har bitta mikrospora o'zidan bo'linishni o'tkazishni boshlaydi. Biz bittasini olib ketaylik. Bittasini misol qilib. Demak, mikrospora mitoz usulda bo'linib, mana bunday chang donachasini hosil qiladi. Bu chang donachasini ichida bitta yirik hujayra bor, bitta maydaroq hujayra bo'ladi. Bu demak nima ekan? Chang donasi. Demak, yirikroq hujayra bor, maydaroq hujayra bor dedik. Yirikroq hujayrani biz vegetativ hujayra deymiz. Maydaroq hujayrani esa generativ hujayra deymiz. Endi demak men mana bu yerga yozaman. Vegetativ generativ hujayralarning hosil bo'lishi qaysi bo'linish asosida bo'ladi desa, mitoz bo'linish. Demak, to'plamlar ham xuddi shunday bo'ladi. Misol uchun, mana bu ikki enli to'plamdan meyoz natijasida hosil bo'lgan mikrosporalar n to'plamli bo'ladi, ya'ni gaploid. Gaploid to'plamli hujayralar o'zidan mitoz jarayonini o'tkazsa, yana xuddi mitoz kopiya bo'lgani uchun vegetativ hujayra ham n to'plamli, generativ hujayra ham n to'plamli bo'ladi. Ya'ni gaploid bo'ldi hammasi. Endi keyingi bo'linish amalga oshadi. Bu bo'linishning nomi yana ham mitoz. Endi yana qaysi hujayra bo'linyapti desa, biz generativ hujayrani bo'lamiz. Generativ hujayra bo'linishidan ikkita spermi hosil bo'ladi. Mana bitta generativ hujayra, kichkina hujayra bo'linyapti va hosil bo'lyapti spermi. Demak, bularning nomi spermilar. Bu ham spermi. Demak, bu yerga yozaman. To'rtinchisi, generativ hujayraning bo'linishi deyman. Ya'ni generativ hujayra qanday usulda bo'linadi desa, mitoz usulda deymiz. Mitoz. Endi beshinchisi, spermining hosil bo'lishi. Bu qaysi bo'linishda desa, spermining hosil bo'lishi. Xo'p, bu ham mitoz bo'linishda bo'ladi. Bizda demak bo'linib bo'ldi bitta mikrosporosit spermigacha. Demak, gametogenez jarayoni, spermi hosil bo'lish jarayoni tugadi. Lekin bir qancha eslab qoladigan joylari bor.